kasbni men tanlashda o'qish paytiga hali o'rta maktabga o'qiyotgan yillarimda yo'q. Shu forma kiyishni orzu qilib yurardim. Bu forma kiyishimning sababi endi dadam ichki ishlarga ishlagan, starshina bo'lib, shu dadamga ko'rib havasim kelib, men ham shu forma kiyishni orzu qilib yurardim. Shundan keyin o'qishga topshirdim. Yong'in xavfsizligi oliy texnik maktabiga 93-yil o'qishga kirdim. 96-yilga bitirib Samarqand viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasiga smena boshlig'i lavozimiga keldim men. Yong'inlarga o'chirishga, u yerda bolalarni tarbiyalashga bizga ekipaj komandiri bor edi. So'yarov Haqberdi aka, praporshik. Shu odam yon-bayon meni olib yurib, har bir yong'in, har bir bolalarni tarbiyalashni shu 6 oyga menga hammani ko'rsatib chiqdi. Smena boshlig'i lavozimiga ishlaganman shu birinchi yong'in xavfsizlik qismiga. 6 yildan keyin shu qism boshlig'i o'rinbosari lavozimiga 5 yil ishladim. 2001-yildan 2006-yilgacha. 2006-yil shu rahbariyat ma'qul ko'rib, mana shu qism boshlig'i lavozimiga tayinlandim. Shu mana shu tutunlarni ichkari kirgandan bitta tekshiruvni noto'g'ri o'tkazganing uchun shu hayot mamoting shu xayrlashishi mumkin edi. Shu tutun bor joyga, yong'inga men 2 kishi bo'lib shu emaklab kirib chiqqanimga birinchi marta shuni esdan chiqmaydi u. Yerto'laga kirishni iloji yo'q edi. Bu yerga 60 santimetr balandligi. Bu yerga kira olmaysan. Shuni kiyib, kirib shu yong'inni o'chirib chiqqanmiz. Ana shu ustozimiz So'yarov Haqberdi aka bilan birgalikda eng katta mas'uliyat bu birinchi navbatda buni shaxsiy tarkibning tarbiyasi. Shu esdan chiqmaydigani 2007-yil avval Siyob tumani bor edi. Siyob tumanida edik. O'zbektarak ko'chasiga yong'in sodir bo'ldi. U yerga 64 tonnalik 6 ta sisterna portlab ketdi. Gaz quyish shoxobchasining nimasi bazasining ichiga bo'ldi. Shu esdan chiqmaydigani shu yong'inni 6 kun davomida o'chirdik. 6 kunlab u yerga shaxsiy tarkibni shu nimalari ovqatlanish, u yerga ularga dam berish, ishlatib bo'lish. Eng muammosi shu portlab ketganiga shaxsiy tarkibni himoyalash. O'zim boshchiligimda, PNS deydi, katta nasos stansiya, AR2 deydi, rukavni shu rukasi bilan 2 kilometr joyga hovuzga qo'yib, suvni shu yong'in joyiga yetkazib berdik. Hech qanaqa talofatsiz o'chirib olishga erishdik. Agar vaqt orqaga qaytgan vaqtda shu kasbni yana tanlagan bo'laydim. Shuncha shaxsiy tarkibga, shuncha mana o'qitsa ularni mashg'ulotda qatnashtirsa, jismoniy chiniqtirsa, shuncha nimaga uni oldiga qo'yilgan vazifasi shuncha yengil bo'ladi unga. Favqulodda hodisa yuz bergan vaqtda uni tez orada bartaraf qilishga erishadi. Agar biron joyga favqulodda holat sodir bo'lsa yo bironta talafot bo'lsa, men tayyorman. Nima uchun deganda, men hali ham shu o'zimning tajribamdan, nimamdan shu kelgan holatda borib qutqarib, qo'limdan kelgan yordamni beraman. Yosh avlodni men demoqchimanki, mana shu o'rta maktabdan boshlab, shu yoshligidan ularni qiziqtirib, birinchi shu men demoqchimanki, o'rta maktablarga to'garak tashkil qilib. Shu men o'zimni maslahatim, shu kelajak mana shu yong'in xavfsizligi, favqulodda vaziyatlar hammasini ishlaydigan yosh xodimlarga mening maslahatim. Birinchi navbatda o'z ustiga ishlab, kelajakka yaxshi xodim bo'lib, katta unvonlarni olish, mana shunaqa nimalar ularga shu kelajakka kerak bo'ladi degan maslahatni ular tavsiya beramanki, har bir xodim o'z ustiga ishlab, faqat kelajakka intilish kerak demoqchiman.